Eri vafot etgan ayol iddasi davomida silay rahim qilish maqsadida yoki biron joyga mehmonga chaqirilganida borishi mumkinmi? Musofirligida eridan ajralib qolgan ayol uyiga qaytgunicha qayerda idda o'tirishi kerak? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. O'zi aslida idda o'tirgan ayol aslida uyda o'tirishi illa hojat uchun chiqsa bo'ladi, lekin kechasi uyda tunash shart. Idda o'tirayotgan uyda kechasi borgan joyda qolib ketish mumkin emas. Hojat uchun bo'lsa, masalan, silay rahim uchun borsa bo'ladi. Kasal ko'rish uchun borsa bo'ladi, yoki kasalxonaga o'z davolanish uchun, yoki bir hojatlarni olish uchun borsa bo'ladi, yoki toza havodan olish uchun ham hojat bu ham. Masalan, uyda o'tirib siqilib ketsa, masalan, toza havodan bir aylanib kelish uchun chiqib aylanib kelsa bo'ladi. Lekin sharti o'sha idda paytida o'ziga har xil nimalarda, masalan, bezanadigan narsalarni surtmaydi. Eri o'lgan ayol 4 oy 10 kun hidat deyiladi. Bu aza tutib o'tiradi va bezanadigan atrupalarni seppaydida kechasi o'sha idda uyda o'tirishi shart. Ammo ehtiyoj uchun hozir aytganimizdek silay rahim bo'ladimi yoki toza havo olish uchun bo'ladimi, davolanish uchun bo'ladimi yoki bir narsa bozordan kerak bo'lib qolsa, o'zi uchun olib kelayotgan odami bo'lmasa, borib o'zi olib kelsa bu bo'ladi. Lekin sharti kechasi o'sha nimada o'tirish kerak, idda uyda o'tirish kerak. Safardagi iddadagi ayol agar safar joyida agar imkoniyati bo'lsa idda o'tirishda o'sha joyda o'tiradi. Qayerda eri o'lgan bo'lsa o'sha joyda o'tiradi. Ammo erda o'tirishda imkoniyati bo'lmasa, bu ham o'sha hojatga kiradigan narsa, ya'ni idda joyidan chiqsa bo'ladi ehtiyoj uchun. Agar iloji bo'lmasa safarda qolib ketsa masalan nima bo'ladi? Shunda fuqarolar aytishganki, hajga ketayotgan ayol yo'lda masalan eri o'lib qolsa nima qiladi? Yo'lda o'sha joyda o'tiradi degan ba'zilar, unda qanday o'tiradi safarda ketayotgan ayol masalan o'zingiz o'ylang. Yo'l-yo'lakka ketayotganda yerda 4-10 kun qolib ketish uchun juda katta narsa kerak. Unga qancha odam halok bo'ladi, u fitna bo'ladi, ayol kishi begona joyda qolib ketishi. U qiyin. Ba'zilar aytgan orqaga qaytsin degan, ba'zilar safarda davom etsin degan. Bu fuqarolardagi xilof o'rni. Ya'ni ittifoq narsa shuki, ya'ni ayol kishiga agar juda hojat kelib qolsa, o'sha hojati bo'yicha ruxsat beriladi. Agar fitna bo'layotgan bo'lsa, albatta fitnadan saqlaniladi. Agar safar joyida qolib ketsa, fitna bo'layotgan bo'lsa, fitna yo'q joyga albatta o'tilinadi. Vallohu a'lam.